Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Yaxshimisizlar, omonmisizlar? Bugungi qiladigan videoyimiz mana bunday qolip ham yasab sotamiz. Gullarni stakanga olishda qo'lda solib o'tirmaysizlar-da. Mana bunday apparatda qolip deylik. Qolipda solamiz biz o'zimiz. Sizlarga ham taklif qilib ko'raman. Hozir ko'rsatib o'taman buni qanday qilib solishdi. Xo'p, bu 8 lik stakanga moslashgan. 8 ga 8. Bitta ko'targaningizda 108 ta tayyor bo'ladi. Eni 1 metrli. Sekin bu tarafga qarab solib kelaverasizlar. Xo'p, mana shunday xizmatlarimiz ham bor, do'stlar. Hozir buni qanday solishdi ko'rsatib o'taman. Qanaqa qilib ishlash jarayonini. Telefonni ushlab tursak. Xo'p, mana bunday listi bo'ladi, do'stlar. Yangi listdan qilingan, listlar ham 1,5 lik listdan. Stakanni mana oldin solib oldim. Bu eski stakan, agar yangi stakan bo'lsa, yana ham tez solinadi. Stakan solishga 1 minutdan vaqt ketmaydi. Hozir ko'rasizlar qanday qilib chiqishini buni. Mana listini qo'yiladi, do'stlar. Xo'p. Qo'yilgandan keyin mana bunday chirindini solamiz bunga. Qanchadir. Xo'p. Meni palkacham qani ekan? Endi shpatelmi bir nima ham qila olasizlar, do'stlar. Yo'ygani. Shpatel bo'lsa yana ham yaxshi. Nihoyatda oson, do'stlar, bunda stakanga chirindi solish. Mazza qilib ishlatasizlar buni. Ish chiqishidan ham oson, ish chiqishidan ham ekonom qilasizlar. Olganlar, ishlatganlar hammasi mamnun bo'lib rahmatini aytishyapti. Ana do'stlar. Bunday qilib yayib olinadi. Bu 8 lik stakanga moslashgan. Toshkentnikiga ham, Andijondir stakaniga ham. Listini olinadi. Yoningizga qo'yasiz. Xohlasangiz bunday urib qo'ying. Xohlamasangiz urmaysiz. Mana do'stlar, qarab turinglar. Mana. Keyin yana davom etib ketaverasizlar, mana bunday qilib qo'yib. Ko'rdinglarmi do'stlar, qanday chiroyli chiqyapti. 108 ta stakan tayyor 2 minutga qolmasdan. Buni qo'lda solib, masalan, bunday qilib qo'lda bunday qilib solib o'tirgandan ko'ra, bunday qilib terib o'tirgandan ko'ra, mana buni ishlatsalar, mana qolibdi. Nihoyatda chiroyli chiqadi. Bo'ldi, bering. Mana oralari ham zo'r chiqqan. Bunaqa ochiq qolmaydi oralari buni. 1 metrga solib ketaverasizlar mana shu tarafga qarab. Misol joyingizga qarab. Xohlasalaring yonboshiga qarab ham solaverasizlar. Kimga 2 metrlik kerak bo'lsa, xohlasangiz monetiga qo'yib turib, mana yoniga qo'yib. Bu tarafga ham davom etkizib ketaverasizlar. Hamma tarafiga yuraveradi xullas bu qolib. Hech qaysi bir-biriga mushat qilmaydi.
Xo'p, kimga kerak bo'lsa, mana shunday qoliplarimiz ko'tarish ham oson, unchalik og'ir emas. Qolipimiz kilosi 8 kilomi, 9 kilomi chiqadi. Bemalol bir kishi ko'taraveradi. Ishchi qizlar ham ko'taraveradi misol. Ikki kishi ko'tarsa ham bo'ladi. U bu tarafidan, bu tarafidan do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar do'stlar. Telefonimiz 99 321 82 17 do'stlar. Endi bundan buyog'iga gullarimiz, ko'chatlarimiz unib o'sgandan keyin mana shunday stakanga chirindi solish sezon boshlanadi. Shuning uchun mana shunday qoliplardan foydalanishingizni tavsiya qilaman do'stlar. Xullas, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, like tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar.